Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizga ish romlarini 100% o'rnatib bitirib berganmiz. Ushbu obyektimizga o'rnatilgan ish romlar to'g'risida qisqacha ma'lumot beramiz. Materialimiz G306 mokra asfalt rangida bo'lgan. Barcha ish romlarimiz oynalari 2 qavatdan, eshiklariga premium klass zamonaviy o'rnatib berganmiz. Ish romlarimiz ichkaridan ko'rinishi, ish romlarimizda oynalari 2 qavatdan, bir qavati ko'k, bir qavati oq oynada o'rnatib berganmiz. Oynalarimiz ichiga shotlanka gullarni yasab berganmiz. Romlarimizga padakonlarga o'rnatib berdik. Eshiklarimizda balkon qalin profilni yasab berganmiz. Ochilib yopilishlari ideal chiqqan. Ularga ham premium klass zamonaviy o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz.